Sanoq.uz kanalining qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda 10 xilga yaqin lag'mon stanoylarimiz, eng kichkinadan eng kattasigacha noldan obzor qilib beramiz. Narxlarini aytib o'tamiz. Kimga narxlari ma'qul keladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Bizda mana eng kichkinasi 16 santimetrli, 18 santimetr, 20li, 22, 24 santimetrgacha bo'lgan kichkina variantlari hamda 25li, 30li, 35li model hamda KL 300 modeli. Bu eng full komplektatsiyada bo'ladi. Bularning narxlarini sizlarga aytib o'tamiz. Biz birinchi o'rinda kichkinalarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, kichkinalarda shunaqa funksiyalari bo'ladi. Bunaqangi xamir lag'mon chiqaradigan joyini osalang bo'laveradi. Ana qizilni bo'shatsalang, sho'ra tushadi bu. Hamda sizlar bu yerni ochgan holda nimasini olib qo'ysalang, mana bu olinadi. Buni olganlaringdan keyin sizlar faqat bu yeridan anaqa mana oldida yelimlarini olgan holda plastmassa joyini faqat xamir yoyish uchun ishlatsalaring ham bo'laveradi. Bularni razmerini o'zingizlar rovka qilasizlar. Xamir yoyish joyini ikkita qizil joyi bor. Shu yerdan qatirsalang kichikroq, bo'shatsalang kattaroq bo'ladi. Razmerlari o'zingizlar xohlagan razmerga qo'yib ishlatsalaring bo'laveradi. Bu hammasida shu bir xil. Bu o'sha aytib o'tganingizdek 20, 18, 20li, 22, 24 santimetrlar bo'ladi. Bular narxlari qiziqqanlar bo'lsa, bularni opsiyaga yozib qoldiraman. Kimga qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasiz. Bularni ham aloqaga chiqsalaring full ma'lumotni berib aytib o'tamiz. Xo'p, endi 4 xil katta modellarimiz 25 santimetr, 30, 35 santimetr hamda 300 model. Bu 30 santimetrli bo'ladi bu ham. Bularimiz ko'rishlar mumkin. Eng kichkina 25li modelimiz ko'rishlar mumkin. Motorlar 1.5 kilovatli. Bu soatiga 25-30 kilo lag'mon chiqarsalang bo'laveradi. Bunda ham lag'mon chiqarish hamda xamir yoyish funksiyalari o'zida bor. Buni xamirlarni razmerini o'zingizlar rovka qilsalang bo'laveradi. Hop, bu ham 204 ga ishlaydi. Bunimizning narxi hozirgi kunda $500 qilib beramiz. Atiga skidka narxda. Bu hamma ko'rgan lag'mon apparatlariga to'klangan garantiya bo'lsa, biz servis garantiyasi 3 oydan ichida qilib beramiz, xudo xolasa. Hamda 30 santimetrli. Bularimizni motor kilovati 200 kilovatli bo'ladi. Buni soatiga 30-35 kilo bemalol chiqaraveradi. Bu ham 204 ga ishlaydi. Buni narxini atiga $530 qilib beramiz. Bu O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Liboy viloyatiga faqat kelishilgan holda bo'ladi. Hamda 35 santimetrligi. Bular motorlari 2.5 kilovatli bo'ladi. Bu hammasida o'sha faqat xamir yoyish uchun ishlatsalaring ham bo'laveradi. Hamda lag'mon chiqarish uchun ishlatsalaring ham bo'laveradi. Ikki xil funksiyada bemalol ishlayveradi. Bu ham 224 ta. Buni narxini atiga $560 qilib beramiz. Hamda eng full komplektatsiyada K300 modelimiz o'ta mo'shni, motorlari kuchli, bemalol liboy nimalarni ishlatsalang bo'laveradi. Bunda ham xamir yoyish hamda lag'mon chiqarish funksiyalari bor. Bularni motori 2 kilovatli bo'ladi, 224 ga ishlaydi. Buni hozirgi kunda narxini $630 qilib beramiz. Kimga narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol opsiya nomerga murojaat qilinglar. Bularning mishalkalari ham o'zimizda bor. Xudo xolasa qattiq xamir, yumshoq xamirga necha kilolik kerak bo'lsa aloqaga chiqarasiz. Xudo xolasa ularni ham bir obzorlarini qilib beramiz. Shu kanalimizga kirsalaring, kanalimizda ham videolari bor. Kimga qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Butun O'zbekiston chiroyli haqida qilib beramiz. Videoga like, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kimga shunga o'xshash stanoylar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga murojaat qilinglar. Chiroyli narxlarda ma'lumotlarni berib o'tamiz.